alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p beriladigan savollarga javob beramiz. Bu mavzu ayollarimiz uchun eng dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun biz aniqroq va tiniqroq tushuntirib berish uchun intim mutaxassis, ya'ni Guljahan Ashurova bilan birgalikda savollarga javob beramiz. Diqqat bilan eshitinglar. Bizning ayollar salomatlik maktabimizda aynan bachadon ko'tarish, qorinni kirgizish, qorin visceralni massaj qilish bo'yicha muolajalar o'tkaziladi. Sizlar ko'p so'raysizlar, uy sharoitida ham nima qilsa bo'ladi bu holatlarga deysizlar. Videoning oxirida sizlar uchun maxsus mashqlarni ko'rsatib o'tamiz. Hozir sizlar beradigan savollarga men bitta-bitta Guljahan Ashurova bilan birgalikda javob beramiz. Demak, savollarni boshladik. Birinchi savol: bachadonim tushganini qanday bilsam bo'ladi? Bachadon tushganda qanday belgilar bo'ladi deb so'rashdi. Xo'p, ayollarimizda bachadon tushganda doim birinchi, ikkinchi darajali holatlarda sekinlik bilan holat bilinishni boshlaydi. Quvuq sohasiga tiqilinchlar bo'lib qoladi. Qorin ostida o'sha quvuqning boshqa qismida tiqilinchlar bo'ladi. U narsa bora-bora og'riqqa aylanadi. Og'rib turadi. Bu narsa aloqada ham bilinadi. Og'riq yaxshigina seziladi va belda hech qanaqa muammo yo'q, lekin agar bachadon yaxshigina tushgan bo'lsa, belda ham og'riqlar kuzatilishni boshlaydi. Va tahorat olganda ayol o'zi yaxshigina sezadi. O'ziga tushish holatlari, chunki g'adir-budir etlar bilinib qoladi. Mana shu holatlar agar ayol o'zi kuzatsa, o'zini holatlarini, demak bu narsa borki, bachadon yoki qanday bolalar tushganda shu holatlar asosan sezilishni boshlaydi. Bachadon tushganida asosan birinchi sezilishi quvuq sohalariga tiqilinchlar beradi. Og'riqlar paydo bo'ladi. O'zi tushunmaydi u nimadan bo'lyapti, lekin shu qorin sohalarida og'riqlar bo'ladi. Ayniqsa bu narsa qorni katta ayollarda yaxshigina bilinadi. Qarang, mana bu savol, qarang, asosiysi siydik usholmay qolishi bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki matka siydik qopini ezgandan keyin u narsa mana yo'talib qoladi, kuladi yoki qattiq sakraydi, qattiq narsa ko'taradi ayol kishi. Kuch kelgandan keyin u narsa xohlaydi yo'qmi, siydik ushlash sfinkterlari bo'shashib ketgandan keyin siydik chiqarish boshlanadi. Bu nimaga? Matka ezib turadi bachadonni. Birini biri bosganligi uchun ham bu narsa siydik chiqarish kuzatiladi. Ushlay olmay qoladi, yetib bora olmay qoladi. Bachadon tushishni boshlaganda asosan ayollarimiz ana tiqilinchni ham uncha e'tiborga olishmaydi. Qanaqadir shamollash deb o'ylashadi, be'tibor qoldirishadi. Tug'ruqdan keyin oddiy holat deb o'ylashadi. Asosan bizda noqulaylik boshlanganda, ya'ni jinsiy aloqa vaqtida og'riq boshlanganda, havo chiqayotganda, keyin aksirganda yo'talganda siydik usholmay qolgan holatlarda o'sha buni jiddiy qarashni boshlashadi. Aynan bu narsa yoshi katta bo'lgan sari, mana 40-45 yoshga borgandan keyin juda noqulay holatlar keltirib chiqargandan keyin, o'ziga noqulaylik his qilgandan keyin murojaat qilasizlar-da. O'zi asosan bu narsani tug'ruqdan keyin sirazi mutaxassis ko'rigidan o'tib, o'sha kerakli muolajalarni ham, kerakli mashqlarni ham boshlashni maslahat beramiz. Demak, ikkinchi savol: bachadon tushishini albatta operatsiya qilish kerakmi? Operatsiyasiz ham tiklash mumkinmi? Operatsiyasiz ham tiklash mumkin. Qanaqa holat? Bachadon bitta faqat tushib qolmaydi bachadon. Bachadon tushish darajalari bor. Birinchi daraja, ikkinchi daraja, 3, 4 daraja, uni bosqichlari bor. Agar ayol kishini bachadon tushi 1, 2, 3 ga ham taqalib qolmasa, lekin 2 dan o'tadi, 3 ga yetib qolgan holatida bez operatsiya tiklash mumkin. Bu nima? Ayol o'zining mehnati bilan erishadi. Bemalol operatsiya tiklay oladi. Lekin uje qanog'izga kelib, tiqilib chiqishlar uje boshlangan bo'lsa, yaxshigina chiqib qolgan bo'lsa, 4-daraja deymiz u darajani. U daraja juda vahimali, qo'rqinchli bo'ladi. Mana shu darajada operatsiyasiz tiklab bo'lmaydi. Lekin bunda ham nima bo'ladi? Operatsiyaga boriladi, ko'tariladi, bachadon tikiladi yoki o'sha nimadirlar qo'yilgandan keyin ham mushaklar o'sha bachadonni ushlab turish uchun intim gimnastikani bajarish buyuriladi. Intim gimnastika bajarmasa, ko'tarilgan bachadon yana tushadi. Bunaqa holatda kelgan ayollar juda ko'p mashg'ulotimizga. 4 oydan keyin ham kelgan operatsiya qildirdim. 4 oy bo'ldi, lekin yana tushib kelyapti. Nima uchun? Chunki uni ushlab turuvchi organ mustahkam, baquvvat emas. Qiryon devorlari mustahkamlas. Mana biz ham aynan o'sha bachadon bo'yicha ishlayotganimizga 3 oy bo'ldi. O'zi asosan biz qorin sohasi bilan ishlagan bo'lsak, bachadonni qo'shdik, chunki qorin qancha osilgan, qorin qancha katta bo'lsa, bachadonni ezishi shunchalik yuqori bo'lar ekan. Shuning uchun biz ikkalovini jamlashtirgan holatda ham qoringa ham bachadonga ishlaymiz. Xo'p, bachadon tushganini birinchi, ikkinchi, uchinchi stepenni qayerdan bilsa bo'ladi deganda, bizda konsultatsiya mavjud. Sizni qinyon devorlaringizni, o'sha bachadon turish holatini, siydik qolib turish holatlarini biz o'zimiz konsultatsiya jarayonida etib o'tamiz. Keyin operatsiyasiz tiklanish mumkinmi deyilganda, operatsiyasiz tiklanish mumkin. U operatsiya holatiga yetib bormagan bo'lsa, ba'zi holatlarda intim mashg'ulotlar ham mumkin emas bo'ladi. To'g'rimi? Bo'ladi. Qaysi holatda? Agar ayollarimizda mioma bo'lsa, miomani ham o'suvchi turi bo'ladigan bo'lsa, unda mumkin emas. Chunki intim gimnastika bajarilganda qon yaxshi tarzda, qon yaxshi aylanish hisobiga miomani o'sish xavfi kengayadi. Va eroziya boshlangan
eroziyada bilsangiz qonli narsalar kelishni boshlaydi. Shunaqa holatlarda ham intimistga mashq bajarish mumkin emas, lekin davolanib bajariladi. Miyomada ginekolog ruxsat bersa bajaradi. Eroziya holatida davolangandan keyin bajarsa bo'ladi. Demak, Kistani operatsioniy turi bo'lsa bajarish mumkin emas, lekin follikulyarniy turlari bo'lsa unda bajarsa bo'ladi. Chunki follikulyarniy kista so'riluvchan kista bo'ladi, u hayzlarda sekin-sekin so'rilib ketadi. tushunarli. Tushgan ayollarimiz uchun hozir mashq ko'rsatib o'taman. Mana shu devorga oyoqni ko'tarib olamiz. Mana. Yotib olamiz. Ketdi. Nafas olamiz. Mana shu holatda tekis o'sha turish kerak. O'shanda mana pastga tushayotgan bachadon tepaga qarab ko'tariladi. Ichaklar ham, qorinda ichaklar ham tepaga qarab ko'tariladi. Uzog'i mana ko'targanimizdan keyin 1, 2, 3, 4, 5 sekin tushiramiz. Yana ko'tardik. Ushlab turamiz mana shu holatda. 1, 2, 3, 4, 5 sekin tushirdik. 20 ta, 25 ta kuchingiz yetgancha uyda qilishingizni tavsiya qilamiz. Ko'rsatib o'tgan mashqimni iloji boricha 55 yoshdan oshgan, qon bosimi bor, davleniyasi bor ayollarimiz qilishni tavsiya qilmaymiz. Sababi oyoqni tepaga ko'tarilgan vaqtda boshqa qon tez yurib ketadi. Shunda bosh aylanishi, ko'ngil aynashi holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun asosan ko'rsatib o'tgan mashqlarimiz 55 yoshdan kichkina yosh ayollarimiz uchun mo'ljallangan. Ikkinchi mashq ko'rsatib o'taman. Ana shu holatda o'tirib olamiz. Endi tizzasida og'rig'i bor, tizzam og'riydi, qanaqa o'tirsam bo'ladi deydiganlar. Endi hammamiz baribir namozga o'tiramiz. Oyoqni hamdoq qilib o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana shu holatda o'tirsanglar ham bo'ladi. Mana shu holatda o'tirib, qinyon devorlarini o'zingiz sezgan holatgacha 10-15 marotaba qisib qo'yaveramiz. Qisib qo'yaveramiz. Qisib qo'yaveramiz. 15 marta qilingandan keyin qo'lni cho'zamiz kobra mashq. Oyoqni yopamiz. Tekis qilib ushlab turamiz. Yana qaytamiz. Bu kobra mashqi tizzasi og'riganlar ham qilsa bo'ladi. Mamnoq qilib, mana yig'ilib, mana oyoqni ochib o'tirganimizda xuddi shu qisib qo'yib, keyin oyoqni mamnoq tekis qilib, mana. Shunda ko'tarsanglar bo'ladi. Kamida 10 soniya, 15 soniya ushlab turasiz. Ushasiz. Ushlab turasiz, ushasiz. Belingizga ham zo'r bo'ladi. Bel og'riqlarni ham qoldiradi. Qorningizni mana qorningiz ko'tarilishiga ham yordam beradi, chunki qorin muskullari tepaga qarab cho'ziladi. Ushbu mashqlarni uyingizda doimiy har kuni ertalab kechqurun bajarishinglar sizlarga bachadon, qorinni, ichki a'zolaringizga zo'r yordam beradi. Demak, ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bizning YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan qiziqarli ma'lumotlarni kutib qolinglar.